O'rtoq, tormoz ishlamaydi-da. Mashinasiga qaramaydigan bola. Ha, o'tir, kalot olib kelamiz. O'rtoq tormozsiz yetib ola olamizmi? Ha, bemalol. Nobaloga langarim bor. Nima endi tushib qoldi o'rtoq? Ahamiyat qilmay, hech bola tushgani yo'q, o'rtoq. To'xtab qarab ko'rsak bo'lardi-da. Aytdim senga to'xtaylik deb. Mana nomeri tushib qopti. Bo'pti, vahma qilma. Ha, buni yo'li bor. Qatta kardon bor ekan, ha. Qale. Kardondan yasab qo'ydingmi? Gay to'xtatsa shtrapnoga tiqadi-ku. Sen yomon qo'rqoq bola ekansan. Bu holi moshani dokumenti yo'q. Dokumenti? Oy. O'rtoq baloni chiqib ketdi. Ha, demak balon ikkita bo'lta qotmasa ekanda. O'rtoq dankirat chiqmayapti. Ha, onasini esa. Buni ham yo'l topaman qo'yur. Bu yoqqa avtobusga ketamiz. Nega? Mana ko'rmayapsanmi? Qizil stiker bergan, zararli deb shaharga kirgizmaydi. Ha, qupla mashinani. Quplamaydi hamda. O'g'irlab ketsa-chi? Kallavaram, rulga cho'ganman. Ha, rulsiz qanaqa o'g'irlaydi? Voy bala. Menga qara, ha, men ustingga devokani qayerdan olding? Bu nima? O'rtoq, kalotkani puliga kino bordimi? Va endi mashinani qanaqa to'xtatasan? Men senga aytdim-ku, langarim bor deb. Bam 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 boy boy. Kechirasizlar. Bozori bo'risi Marat akani tanimaysizlarmi? Mana men ustozim deb bo'risi. Men Marat aka. Marat aka. Ey, jentram bor. 12 ming, 10 mingga berib yuboraman. Pul zarar. Kraskasi tozami? Top-toza. 10 mingga baraka sotib beraman. Bo'ldi. Aka, mashina yoqdimi? Yo'qdi. Nech pul oldi? Mashinaga 12 ming so'rayapman. Sizga 11 ga berib yuboraman. Kakras 11 ming pulim bor edi. Barakasini. Ko'rdingiz ustoz? Hormayli. Bozori bo'rilari mashina sotildimi? Boboy, sotildi. Mana sizniki 10 ming. Bizaniki 1000 so'm. Barakasini bersin. To'xta. Mashina tozamidi o'zi? Toza edi. Faqat ikkita eshigi toza edi. Nima? Nima? Dumalab ketgan jentri. Narxini ish bilan. 5 ming. Shop turib hozir boraman. Voy, Haji. ozgina pul yig'ib qo'ydim. Hunaringizni o'rgating. Mashina purishmoqchimisiz? Ha, bo'pti. Pulinchi o'cha hisob qo'y. Ishi birinchi. Tashoq mashina olishdan boshlaymiz. Baraka. Mana mashinani oldik. Endi bularni ustalarga berib, katta bolalarga tayinlaymiz. Anajiya, mashina ham tayyor bo'ldi. 5 mingga oldik, 3 ming rasxod qildik. Jami 8 mingga turdi. Shirin joyga keldik. Sotamiz. Ya, ana, go'sht ham keldi. Sotiladigan mashina shumi? Keling do'stim, mana qora bayir. Mashina masla. Kraskasi top toza. 7 ming yurgan. Men sodalashmayman. 13 mingga berib yuboraman. Tog'a mashina yaxshi ekan-u. Begona bo'lmasin, o'zim olib qo'y. Bor aralashma. Do'stim, fransuzlarning bir gapi bor. Jentira haydamagan erkak dunyo lazzatlarini tortmabdi. Salonlarini qarang. Malibu rul, Malibu bar, video registrator. Barakami? Roziman. Mashina sotildi. Tog'a, o'zim oldim. Baraka. Endi chichivording. Orqalar boy, men qo'ssiz. Ko'chamga palsiski bardir qildiryapman. Mashinalar ezvordi, bolalarim o'ynash uchun. Mahallamizda bolalar maydonchasi bor-ku, shu yoqqa chiqib o'ynasa ham xavfsiz. Bu qo'yganingiz qonunga ham xilof. Ma'muriy javobgarlik 147-moddasida ko'rsatilgan. Men Anvar boyman, xohlaganimni qilaman. 10 santimetr balandroq uylaring. Samsa hali. Mahalla gruppasi qaniydi? Mana. Hurmatli mahalladoshlar, Anvar boy uyni oldidan o'z boshimchalik bilan bardiyor qurdiryapti. Hamma mashina haydaydiganlar diqqatiga. Uyni olayotganda signallarni chalib papillatib o'tinglar. Ha, Abdusattor, sen kamas haydaysan. Anu, ba'zi shuni signaling bor, o'shani chalib papillatib o'tgin. Bunga yo'lovchilarga qanaqa ozor berishi bir ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi, chalurma, bustashonmi? Ay yasha. Ana endi
har birinchi so'lda 300 dollardan arenda pul olib kelasan. Menga qara, ko'tib borib qoldi, ichim ketib qoldi. Kechiringman degan gaplarni qilmang. Birinchi esingdan chiqmasin. Zo'r ekan. Nechi pul aka? 500 ming. Yo'qda, shuni urib bering. Shuni olishing shartmi? 500 ming oldiga 150 ming qo'shsang, ha 50 dollar bo'ladi. Birinchi ham yaqin, arenda to'lashing kerak. Lavash nechi pul sizlarda? 35 ming. Ikkita lavash, bitta kola bering. Xo'p. Lavash yeyishing shartmi? Anta ikkita gummen sen ham qoning to'yadi. Pul yig'ishing kerak. Birinchi ham kelib qo'yapti. Arenda to'lashing kerak. Lahm go'shti nechi pul? 130 ming. 2 kilo tortib bering. Hop. Senga go'sht yeyishni kim qo'yibdi? Tuxum yesang ham kuning o'tadi. Birinchiga 10 kun qoldi. Arenda to'lashing kerak. Mana 300 dollar. Orqamdan yuraverib, yegani ham, ichgani ham bermadingiz. Ha yasha. Mana shunaqa qilmasam to'lamaysan. Mana shunaqa gaplaringizda yuragim siqilib ketdi bori. Okey, mana 2 milli sigaret berib yuboring. To'xta. Ha shuni chakishing shartmi? Bir oydan keyin bir ich keladi. Nima qilyapsan? Sadaqa bermoqchiman. Ha bularga baliq bersang o'rganib qoladi. Bularga balig'i tutishni o'rgatish kerak. Qanaqa qilib? Hozir qarab turing. Ana endi o'zini biznesini boshlaydi. So'rish qiling o'rtoq. Ketdik. Litsenziya suv sotasiz. Usha buni. O'tir. Meniki emas, shu anulaniki. Sizga 40 taklashib, idorada gaplashamiz. 100 ming beraman qo'yvorlaring. Jamoat sinfdosh ketdi choyxonaga. Hozir. Nonni kim uzadi? Shoh ketdi choyxonaga. Hozir. Qolganini ertaga olib qo'yaman. Hey! Ey, yersin ishingni ketdi choyxonaga. Bo'ldi o'rtoq. Sinfdoshlar mana maktabni ham bitirdik. Bu birinchi choyxonamiz. Endi har oy 20 yig'ilamiz. Qo'lni osh tayyor, siz uraymi? O'rta Abbos kelyapti hozir. Okey, 20 aytanga siz ovqatni bola birgalashingmiz. Jamol nima yeyman choyxonaga? Chaqirsang nimaga bunaqa ovqat qilding? Nimaga go'sht ham, nimaga gazli suv olding? Nimaga menga so'kamading deydi? Chopildi qarochi. Niyoz chaqiryapsan. Choyxonaga tuppa-tup kelib turdi. Erkan joyimizga boryapti. Yo'qmaydi. Nimaga? Bilmayman nimagadir cho'qmaydi-da, jin suymaydi. Chopildi. Okalar osh tayyor, siz uraymi? Okey, 20 dan keyin sizning Abbos sindoshimiz kelyapti. Oka siz uring. Nimaga? Endi qo'l kelish kerak. Qosi yetdi endi. Bu ham oxirgi choyxonaga kelish uni. Chopildi. Bola 5500 suv ichiydi. Rostdan ham qo'shan tikka chiqib ketdi. Bersan ham 5000. Bu shoh cho'nchagida bir sim puli yo'q, lekin iPhone tutadi. So'm yo'q-da. Ha, berma maydalar beraman. Bizlarning ishlarni ichmayman men. Qoch yo'ldan. Senga ham yarım to'qib bera qolay. Buni ham sizda. O'chqa olmayapsan-da. Niyat qilma. Kelinglar, nimaysizlar? Oka menga 10 minglik xudokdan. Menga. Bankda katta lavash. Puling bormi o'zi? O'laverapsan? Menga qara, necha yoshinggacha boqishim kerak. Seni qorningga qara, ho'kiz. 40 yoshimgacha. Bitta free ham qo'shib yuboring. Tayyor bo'lguncha chakib turaman. Sigaret bitta edi. Jonga tegdi shu darmay. Ertaga tug'layapsan-mi? Bo'p, bitta boqinglar. Davay. Keldingmi? Tala. Tug'layapsanmi bilan? Nima bu? Tekin bo'lsa, lo'm uydasan-ku. Yurib ket. Tekinmish. Tekin tomon, tanni tozala. Kechira stol bormi? Ha, bor. Tortib bering. Bir kiloyi 183 gram bo'ldi. Sal kattarog'i yo'qmi? Hozir. Voy, bitta qopdi o'zi. Hozir jo'g'ini yediraman hozir. 1 kiloyi 484 gramlik bo'ldi. Ay, yaxshi, ikkalasini bering unda. Men sizni navbatingizga chaqirgan edim. 5 metr bu yoqqa to'xtab qo'yinmi? Ko'p gapirmay, shoshvolmang uyga. Tezroq haydang. Sizdan 22 ming bo'ldi.
Mana 20 ming. 2 ming 5 metr yurganim uchun. Pas. voy aka moshinani buzdirib tashlashibdi-yu. Mol. Men dastavka chaqirganim yo'q. Tilla markazda necha pul bo'ldi? 100 ming. Hozir chiqaman. Musor qilib ketish shunaqa bo'ladi, beparosat. Bergan pulingga mo'yka qilaman. Mol. Tez chiqsin. Oyligingiz Mana xotinjon hammasi to'liq. mendan 7 pul yashirishni boshladingizmi? Nuqul shuna qilasan, senga to'laman unga. Ikkinchi marta mendan pul yashirmay tushundingizmi? Nafsing qursin. Voy, adasi yana jonimni saqlab qoldingiz. Esizdami? Birinchi uchrashuvda ham jonimni saqlab qolgandingiz. O'sha payt qaytib qolganda nima qilardingiz? O'sha paytga qaytib qolsammi? Aka tez yordamga telefon qilish kerak. Qanaqa tez yordam aka? Men guvohman-ku, bir beparosat molga o'xshab sizni yo'lingizga chiqib turibdi-ku. Aka, mashinangizga pachoq qilganmiz, o'zim qilib beraman. Bitta bag'rimga bosib olgan. Hisob bo'lsa, aka siz meni 5 yillik azobdan qutqarib qoldingiz. Aka, yuring choyxona o'zim sizga bitta zo'r osh qilib beraman. Battar bo'l. Adasi, qo'shnimiz atir sotayotgan ekan, 100 ming so'm ekan, olib bering. Kallang joyda, ammo hech zamonda ham atri 100 mingga oladimi? O'zim senga 5 ming so'mga zo'r mushkamar olib kelib beraman. Ichida eng qimmati mana shu 200 ming so'm. Mashinangizga qo'ysangiz, ichiga chiqqan odam hushidan ketadi. Eng qimmatini olaman. Adasi, opam ko'ne sotayotgan ekanlar. 500 ming qilib beraman dedilar, Turkiyaniki, olib bering. Yo, sen har oy ko'yni olishing kerak. Bu yoq bilan ishing yo'q. O'zim mashinamni chexoli eskirib ketgan. Taqqanimga 1 oy bo'ldi. Yo'q pul. Chexoli jinnisi, nappa ko'ja, alikantar mashinangizga qo'ysangiz yonadi. Eng qimmati shu. Sizga 1 million 700 qilib beraman. Gap yo'q. Yo'qdi menga olaman. Adasi, mashinangizni mendan ko'p yaxshi ko'rasiz. Men pul so'rasam bermaysiz. Ammo mashinangizga bo'lsa qancha xarajat bo'lsa qilasiz. Mashinangizni mendan ko'p yaxshi ko'rasiz. Ahmoq xotin. Mana o'zing senga uylanganimga necha yil bo'ldi? 1 yil. Buni olganimga 4 yil bo'ldi. Bu meni birinchi xotinim bo'layapti. Xotin, bitta gap aytaymi? Qosh to'qvasa. Oydan quyonasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ada? Bu maslahatli ish chiqib qoldi. Xabar. Bu molxonadagi molni bittasini sotaylik. Nimaga? Ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Qimor yutqizaymi? Yo'q, ada qimor o'ynamayman-ku. Boshdan urib oldingmi? Yo'q, mashina urmadim, ada. Nima qilding, gapir? Yaxshi ko'rgan qizimga iPhone 15 olib bermoqchi edim. Qanaqa 15? iPhone 15. 5 bo'lmaydimi? 5 eski-yu, ada. Yengisi bor. Qani? Mana! Layla. iPhone'ni to'ydan keyin olib bersam bo'lmaydimi? Alo. Layla. Remontlarni yorib yuborishdi. Odamni shuncha pul qayerdan olgan ekan? Mana siz bergan 100 dollar shu 2 xonali dom oldi. Kuydirga senga 100 dollarga kim uy beradi? Otang hozir xohish bo'lsa imkon topiladi. Siz bergan 100 ga borib iPhone oldim, variantga. Keyin uni og'aynimga 1000 dollarga sotdim. Rangi goldmidi? Ha-da. Yaxshi. Keyin u pulni oldim-da, O'rta Osiyo fabrikaga borib, 1000 shapka berdim-da, arendaga Nexus oldim. Keyin Nexus oldim-da, Teshmas Zaporojga 10 000 dollarga sotib yubordim. Ishqini dankirat bilan zapasga balonni olib qo'ydingmi? Siz o'g'lingiz mana olib qoldim. 10 mingni boshlanish to'loviga shitir sanadim-da, 2 xonali domni 15 ming kreditga bosib yubordim. To'xta. Hamma narsani kreditga olsan. To'lamasang bilasan, sen nima qilishadi? Menga hech narsa qilishmaydi. Nimaga senga hech nima qilmaydi?
Hamma kredit sizni nomingizga olganman. Kechirasiz, Usmonov kim? Manman. Sizning nomingizga mebel olingan kreditga xatga qo'yinglar. Boshimga qo'y, boshimga.